Toshkentdagi Aviasozlar bozorida do'kon yonib ketdi. Toshkentning Aviasozlar dehqon bozori hududida joylashgan do'konlardan birida yong'in chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 4-yanvar soat 19:19 o'tgan paytda 112 tizimi orqali Toshkent shahar Yashnobod tumani Aviasozlar ko'chasida joylashgan Aviasozlar dehqon bozori AJJ hududidagi do'konlardan birida yonayotgani to'g'risida xabar berilgan. Shunga ko'ra, 4 ta yong'in qutqaruv bo'linmasi soat 19:24 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 19:29 da qurshab olingan va soat 19:34 da o'chirilgan. Hodisa oqibatida do'konning taxminan 20 kvadrat metr qismi yonib zararlangan. Shuningdek, yong'inda tan jarohati olganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Avvalroq ushbu bozor hududida yirik yong'in sodir bo'lgani xabar qilingandi. Voqea yarim tunda yuz bergan. Boshqa bir holatda esa 3 qahramon bozorning 40% yonib ketgani ma'lum qilingan edi.